15 yoshda o'g'li. Opa qachon bu kasalga yo'liqdingiz? Ya Xudo o'zi shifo bersin, opa sog' bo'lib keting shu farzandlar baxtiga. Isming nima? Diyora, dadang sal mazasi yo'q ekan, ayang kasal bo'libdi. Shu uylar qilolmayapti ekansizlar. Qiynalmasin deb prezidentimiz pul berib qarang, hokim bu ham qo'shib mana devorlar qilib, devorlar yo'qmidi oldin? Bormidi? Yo'q edi. Uylar bunday emasmidi oldin? Chiroyli bo'ldimi? Dars qiladigan joy bo'ldimi, yo'qmi stol? Bor. Qilib berdimi stolni? Parta. Parta. Parta bor. Dars qilamizmi? Nechinchi sinf? 2ga o'taman. Yaxshi, молодец. 5 ga o'qish kerak, 5 ga. 5 akamda. Yo'q, 5 bahoga. Sayyor aka, yaqin aka, katta qizi Ivona o'g'li. Kelsa. Sayyor qandaysan, yaxshimisan? Mol bormi, mollaringiz? Molga endi hokim yordamchisiga aytib 5% kredit asosida bolam tezroq emas, bitta hozirga biz mana hokim bo'shuncha yordam berib biz nomimizdan shu bolani tezroq olib bersinlar. Xo'p, yordam bo'ladi ham shu bilan mana makka bor ekan. Yemi bor ekan. Sigirda ham sog'ib, bular ertalab maktabga ketguncha sutini ichib, 5 ta qaymoq sotib daromad bo'ladi. Bu tarafga qarasa, bu yoqqa qarab bersan. Necha yardım berganingizga Sog'ayib keting, opa, prezidentimiz duo qiling. Umri uzoq. Yoshiga minglab oilalarga prezidentimiz yordam umri uzoq bo'lsin. Sumkan olasan, bu yil faqat kelishi 5 ga o'qiymiz, 5 baho. 5 baho. Ha? 5 bahoga o'qiyman. Ha? 5 baho o'qimasang zo'r o'qisalaring ertaga mana shu dadangni ham, ayangni ham davolatasizlar. Bu qaranglar, bu hayotda shunday har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Har xil sinovlar bo'ladi. Bunga faqat sabr bilan kutgansizlar, mana qarang, Xudo o'zi to'g'rilab prezidentimizni e'tibor berib, uylar remont bo'ldi.